16 yoshimda Instagramdagi negativlarga qaramasdan shaxsiy brendimni qurishimga 3 ta sabab. Birinchi sabab bu vaqt. Tengdoshlarim 22 yoshida universitetni bitirganda menda 6 yillik tajriba bo'ladi. Maqsadli auditoriya va insonlarning orasida katta ishonch bo'ladi. Xato qilishning eng arzon payti hozir va siz bu xatolarni tuzatib, kuchli inson bo'lib yetilasiz. Ikkinchisi networking, ya'ni tanish bilishning ko'payishi. Siz tanilsangiz, insonlarga videolaringizda qiymat ulasha olsangiz, sizni ko'rib turgan biznesmen yoki soha mutaxassislari ham sizga oddiy inson emas, balki o'z ishining ustasi va professional sifatida qaray boshlaydi. Oxirgisi bu albatta maqsad. Maqsadim tez boyib ketish yoki shu blogning orqasidan daromad topish emas. Maqsadim menga o'xshagan insonlarni birlashtirib, jamiyatga ko'proq va kattaroq foyda olib keltirish. Hozir izohlarda negativlar paydo bo'lishi mumkin, lekin o'ylab ko'ring, bundan kim manfaat oladi? Oxirida baribir kuchli va aniq harakat qilgan inson yutadi.